Faoliyati davomida 15 mingdan ortiq fuqarolarga bepul huquqiy maslahat bergan Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasining 25 yilligi nishonlandi. Yuridik klinik ta'lim, amaliyot, texnologiyalar huquqiy ong mavzusida 2 kunlik xalqaro konferensiya o'tkazildi. 2000-yilda Toshkent davlat yuridik universiteti huzurida tashkil etilgan yuridik klinika chorak asr mobaynida minglab fuqarolarga bepul, sifatli va amaliy huquqiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Klinika faoliyatining 25 yilligiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada undan ortiq xorijiy davlatlardan mutaxassislar ishtirok etdi. Anjuman doirasida yuridik ta'lim va klinika faoliyatida sun'iy intellektdan foydalanish, axborot texnologiyalarini joriy etish, raqamli advokaturaning kelajagi kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Konferensiyaning asosiy maqsadi yuridik kadrlarni tayyorlash hamda aholiga bepul huquqiy yordam berish, shuningdek xalqimizning huquqiy ongi va savodxonligini oshirishda yuridik klinik ta'limning o'rni, bu boradagi xalqaro tajribalarni o'rganish, mazkur sohada yetuk tajribaga ega bo'lgan universitetlar bilan o'zaro tajriba almashish maqsad qilinganmiz. Joriy yilda yuridik klinikada zamonaviy call center ishga tushirildi. Shu bilan birga chatbotlar va onlayn platformalar orqali murojaatlarni qabul qilish tizimi joriy etilib, xizmat ko'rsatish samaradorligi yanada oshirildi. O'ylaymizki, konferensiya doirasida yuridik klinikani yanada ham rivojlantirish bo'yicha aniq takliflar, xulosalar ilgari suriladi va uning natijasi bo'yicha yo'l xaritasi tayyorlanib, aniq maqsad va vazifalar belgilab olinadi. Shuningdek, konferensiya doirasida Toshkent davlat yuridik universiteti hamda O'zbekiston Respublikasi nogironlar assotsiatsiyasi va bir qator nodavlat notijorat tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi.